Har bir qo'lga kiritilgan muvaffaqiyat to'g'ri qabul qilingan qarordan boshlanadi. Sizning kelajagingizchi, u qanday bo'lishini bugunnoq tanlang. Biz sizga yo'l ko'rsatamiz. Xo'sh, siz yirik kompaniyalarda moliyaviy qaror qabul qiladigan malakali mutaxassis bo'lishni istaysizmi? Yoki bank, sug'urta, investitsiya sohasida muvaffaqiyatli karyera qurishni rejalashtirganmisiz? Unda imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Diqqat bilan tinglang. Respublika Bank Moliya Akademiyasi 2026 yil uchun magistratura qabulini rasman boshladi. Bu oddiy ta'lim emas, bu sizni kelajak lideriga aylantiradigan bilim va tajriba maktabi. Master of Science dasturlari doirasida quyidagi talabi yuqori bo'lgan yo'nalishlar ochiq: korporativ moliya va qimmatli qog'ozlar bozori, soliqlar va soliqqa tortish, moliya, sug'urta kompaniyalarini boshqarish, bank ishi, davlat moliyaviy nazorati va auditi, iqtisodiyotni monetar tartibga solish, loyiha boshqaruvi. Eng qulay hujjat topshirish uchun ishxonadan yoki avvora bo'lib uydan chiqish shart emas. Barchasi onlayn tarzda admission.bfa.uz platformasi orqali amalga oshiriladi. Shoshiling, qabul 2026 yil 20-maygacha davom etadi. Eslatib o'tamiz, faqatgina loyiha boshqaruvi yo'nalishi barcha sohalar bitiruvchilari uchun ochiq. Qolgan yo'nalishlar esa iqtisodiyot sohasida bilimga ega bo'lganlar uchun mo'ljallangan. Murojaat uchun ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bugun qaror qabul qiling, ertaga moliya olamini boshqaring.